Kimga Optim avatar qalamchalari kerak bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Qadrli kuzatuvchilar, bugun 2026-yilning 26-mart sanasida turibmiz. Ushbu sanada biz avatar qalamchalarimizdan 5300 dona o'zimizga o'xshagan ko'chat yetishtiruvchi hamkasbimizga yetkazib beryapmiz. Qadrli kuzatuvchilar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Mana avatar qalamchalarimiz haqida to'liq ma'lumot beramiz. Mana ko'ringlar, kurtaylari bo'rtib qolgan. Qadrli kuzatuvchilar, ushbu qalamchalarimizni hozirdan ekishni boshlasalar ham bo'ladi. Ya'ni olib borib buni mana shu holatda ko'mib qo'yib yo boshqa holatda ko'mib qo'yib keyinchalik ekaman desalar ham bo'ladi, yoki hozirgi kunda yerlarni tayyor bo'lsa hozirgi kunda ekib qo'ysalar ham bo'ladi. Qadrli kuzatuvchilar, hozir mana o'sha qalamchalarimiz bir o'shdan olib ko'rsatamiz. Bismillah. Mana qadrli kuzatuvchilar, 5300 dona ajratib oldik. Qalamchalarning holatini ko'ringlar. Mana har biri mana shu holatda ko'karib, kurtaylari boshlagan. Mana shu holatda ekasiz, xudo xolasa ko'karishlari bexato bo'ladi. Bu ushbu qalamchalarimizni, misol uchun, bog' qilmoqchi bo'lsangiz, bog'ingizni radiga joy-joyiga o'rnashtirib, birato'la ekib ketsangiz ham bo'ladi. Yoki ozgina joyga ekib turib, noyabr, oktyabr oyiga tayyor ko'chat holatiga yetadi. O'shanda ko'charib, keyin boshqa uzoq dalezga, katta dalezga eksangiz ham bo'ladi. Bu ko'chatlarimizni, qalamchalarimizni naviga 100% kafolat beramiz. Ya'ni ushbu navlar avatar navi ishonchli bog'lardan olib kelganmiz. Bog' qayer desangiz, o'sha mashhur Regar qishlog'idagi avatar bog'dan, uzum bog'laridan olib kelganmiz. Bu mehnatlarimizga like bosib, avatar qalamchalari kerak bo'lgan tanishlarimizga ushbu videoni jo'natib qo'yamiz. Albatta O'zbekiston bo'yicha chiroyli holatda yetkazib berishga harakat qilamiz. Kimga kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqsalaring. Agar qo'ng'iroq qilishning imkoni yo'q bo'lsa, WhatsApp, Telegram ijtimoiy tarmoqlaridan bemalol yozsalaring. Chiroyli holatda ishlarini bitirib beramiz. Sog' bo'linglar. Videoga yana bir bor like bosib, kommentariyada ushbu qalamchalarimiz haqida fikrlaringizni bildirib qo'yinglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.